Shifokorlar sizlar bilasizlarmi? Alloh taolo millionlagan insonlarning ichidan aynan sizlarni tanlab olgan. Qanaqa qilib tanlab olganmi? Hozir buni sizlarga isbotlab beraman. Insoniyat dunyoga kelibdiki, deyarli hamma kasal bo'ladi. Kasal bo'lganda shifoni birinchi Allohdan so'rab sizlarning huzuringizga boradi. Sizlarning huzuringizga kelgan bemorni birinchi o'rinda sizlar tafakkur olamiga kirasizda, kasalligidan hosil bo'lgan qora shubhali bulutlarni haydab o'rniga xotirjamlik degan oppoq bulutlarni olib kirib, ya'ni haydab kirasizlar. Ana, tafakkur olamidan keyin chiqasizlarda qalbidagi olamga kirasizlar. Ko'ngil bog'iga kirganinglarda aynan shu jasadidagi og'riqdan hosil bo'lgan qora chirmovuq o'tlar ko'nglidagi go'zal gul bog'larni chirmashib urib olgan bo'ladi. Aynan o'sha gullarga o'rnashib olgan qora butalarni yulib uzib olib tashlaysizlar. O'rniga xotirjamlik, ya'ni sakinat degan, inshaalloh shifo topasiz degan go'zal urug'larni, gulchaman urug'larini ekasizlarda, undan keyin qalbinglardagi ishqdan hosil bo'lgan buloqlardan suvni olib ustiga sepasizlar. Ana, bemorni keyin o'sha gullar o'sib, gullarning orasida go'zal gulchamanlarga aylanadi. Gulchamanlarga aylanganidan keyin u insonning ko'ngliga xotirjamlik, sakinat kiradi. Undan keyin qalbi va tafakkur olamida o'rtasida joylashgan irodasi kuch topadi. Yanada quvvat oladi, ya'ni ko'ngli xotirjam bo'ladi. Sizlarning huzuringizdan chiqib ketganidan keyin davolanishga kirishadi u bemor va shunaqa go'zal ishlarni qilasizki, Alloh taoloning suyukli qullari bo'lsangiz kerak degan havas bilan qarayman. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizni ajrini juda ziyoda va go'zal qilib bersin. Hammangizga rahmat deb qolaman.